Xo'p, boyagi 2200 kilometr yurgan labimizni, Damas'imizni mana hozir korobka moyini holatini ko'ramiz. Hop, birinchi o'rinda urovni. Moyi kammi, ko'pmi yoki joyidami? Urovning holati zo'r. Ya'ni moy kam emas. Endi moyda o'zini holatini ko'ramiz. Mana bu moy suvga o'xshab shaldirab yotibdi, holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hop, mana hozir korobkaga moy quyish jarayoni ketyapti. Va biz albatta bunga qanaqa moy qo'yamiz? 75 ga 85 va u sinovdan o'tgan ishonarli moy qaysi deganlar uchun albatta Koreya mahsuloti Kix 75 ga 85 GL Tour moyimiz. Albatta bu sinovdan o'tgan, hech qanday bir shubhali nimalarsiz, taxminlarsiz, imkon qadar bexijolat qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol ko'ngil to'q qilib tavsiya qilamiz va bu holatga vaqtli to'kaman deganlar uchun 50 ming kilometr 50 ming kilometr yoki bo'lmasam o'zini probiga qancha deydigan bo'lsanglar, mexanik korobka va mostida 80 mingdan 90 ming kilometrgacha bemalol yurishlarini maslahat beramiz. Sog' bo'linglar.